Sizlar bilan o'sha Foul Play kanali. Hozir bizlar nimaga bu yerda o'tirganimizni so'rashingiz mumkin. Bu yerda hozir 37-qishloqda har xil viruslar tarqaldi, har xil kasalliklar tarqaldi. Shuning uchun biz shu yerga qurib o'tiribman, yer ostida, bunkerda. Lekin dezinfeksiyachilar bir kun ichida kelaman degan edi. Shuning uchun bir kun shu bunkerda yashab qolamiz. Hozir kecha bo'lgan, menimcha uxlab turishimiz shart. Bo'lmasa qandaydir bir g'alati maxluqlarning kelib qolishi mumkin. Har xil qurol, aslaha mana ko'rishlaringiz mumkin. Arbalet, bolta, qilichlarni olganman. Biroz pulim oldim. O'shanda bizlar tirik qolish uchun mana shu narsalarni olganmiz, chunki bu yerda qandaydir odamlar quturib ketdi ham biroz ko'p kishi, 15 kishi. Shuning uchun quturib o'zlariga qayerda joy topishni bilolmay, birovlarni uyiga kirib, buzg'unchilik qilib, o'sha uyda yashab qolmoqchi bo'layotganlar bor. Shuning uchun men o'zimni himoya qilib olganman. Qo'rqmasdan yashashim ham mumkin. Hozir juda ham qo'rqib ketyapman, juda ham qattiq kasallik deyishdi, juda kasallangan odam 3-4 soniyani o'zida o'ladi deb eshityapman. Shuning uchun juda ham qo'rqganim uchun shu bunkerning ichida o'tiribman. Juda ham g'alati ishlar bo'lyapti tepada. Dezinfeksiyachilar shu yaqin soatda kelib qolsa kerak. Shuning uchun biroz kutib turibman. Dezinfeksiyachi jittilar keladi bu yerga va atrofga, o'simliklarga har xil dorilar shunaqa dezinfeksiya qiladi hamma odamlarni. Agar quturib kasallangan odamlar, o'lgan odamlarni esa ular o'zlari o'likxonaga ham shu yerlarga olib ketishadi deb eshitdim. Qishloqni raisi aytgani uchun qo'rqmasdan men shu yerda yashirinib o'tiribman. Juda ham qo'rqinchli, hamma yoq. Hozir 1-2 videolar ham oldim, ular lekin zapis bo'lmay qolgan ekan. Shuning uchun hozir biz mana o'tiribmiz. Atrof yorug', lekin yorug' bo'lsa-da juda ham qo'rqinchli ishlar bo'lyapti yerlarda. Har xil uylarga buzib kiryapti odamlar, qo'llarida qurollar bilan. Shuning uchun ancha o'zimni arbalet bilan himoyalayman. Agar pastga tushishga harakat qilgan odamni shunday olaman, arbaletni o'qlab turib bitta otaman, o'zi o'ladi u odam. Shuning uchun qo'rqmasdan yashayapman. Bo'lmasa juda ham qo'rquv ichida yashashni xohlamayman. Juda ham g'alati ishlar bo'lyapti. Xohlasangiz sizlar keyin yana bir gap. Sizlar men kanalimga, Foul Play kanaliga 10 ta obunachi yig'ib bersangiz, Granny videosi chiqadi. Shuni sizlar bilan kutyapman, ancha kutyapman. Keyin yana 10 ta obunachi yig'ilganda juda ham videolar chiqadi. Dachaga boramiz Minecraftda do'stlarim bilan birga. Yo, obunachilar sizlar bilan birga borishimiz ham mumkin. Keyin juda ham mazza qilib dam olamiz yerlarda. Dachalarni hammasini o'zim qo'llarim bilan qurganman. Ancha ko'p vaqt ketgan, ancha peshona terim to'kilgan. Shu yaqin orada keladi, 1 soatlar ichida kelsa kerak hozir dezinfeksiyachilar. Zapisni biroz o'chirib turaman. To'xtatib turaman. Dezinfeksiyachi odamlar ham keldi. Ko'rishingiz mumkin, tashqarida yurishgan bo'lsa kerak. Yana dezinfeksiyachilar o'simliklarni, hayvonlarni dezinfeksiya qilishga ko'p odamlar keldi. Ancha hozir yaxshi bo'lyapti. Hozir bunkerning eshigini yopamiz. Bu hal bunker ko'p ishlarga kerak bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling, bizga tezroq 10 ta obunachi yig'ib bering.